bo'lsa, shuni ushlagan odamga $50 berasiz. Onasini ham. Shuni ushlaganga $50 beriladi, qarochi. Yana bittasi bor. Ikkita ekan, qarochi. $100 qo'yildi, qarochi, startga. Mana ko'ryapsiz, zalto ribkadaman. Qo'yey. Xullas shu baliqlarni ikkitani ushlagan odamga $50 dan pul beriladi. Yana 100 kilo baliq qo'yib yuborilyapti mana. Olib kelinglar, sekin-sekin tushib ketib qolmang. Avaz. Qani? Mana ketdi baliq, hammasi. Ketdi, qarochi. 100 kilo baliq ketdi. 10 ni olib qo'ymadingiz, o bittani, o yaralangan ekan. Olib qo'ying shuni. Shuni oling, ha. Oling, olib qo'ying. Narigini ham oling. Xullas 100 kilo baliq qo'yib yuborildi. $50 dan ikkitaga o'yinga start berildi. Kirgili Zolotoy ribka, Farg'ona shahar Kirgili. Oyilton Abuzar osh markazlarining orqasida. Ya'ni zavod yo'lga tushib ketishdi. Choyxonasi ham bor, ko'rsataman, shoshilmasdan ko'ringlar. Mana Zolotoy ribkaning suvlarida ustida so'rilari, 25 dan oshiq so'ri bor, ariqlarda ustida. Maza qilib dam olasizlar. Mana suvlar ko'ryapsizmi? Har bitta so'rin tagida suvlar o'tgan. Ba'da ham mana birashgan baliq olib kelyapman. Bo'ldi mana. Bu qarang. Mana shahar soyda ustida. Dam oladigan so'rilari bor mana. Mana. O yoqda cho'milaverasizlar ham kamiga.